aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 173-sonli farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 629-sonli qarorlari ijrosi borasida Qashqadaryo viloyati transport boshqarmasi, Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi hamda Qarshi shahar hokimligi bilan hamkorlikda bugungi kunda ushbu qarorlarda ko'rsatilgan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishning ahamiyati, ushbu qarorlarning mazmun mohiyati to'g'risida aholi gavjum joylarida, bozorlarda, aeroport, temir yo'l vokzali hamda jamoat transporti va ta'lim dargohlarida targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Sizdan ushbu targ'ibot tashviqot umummilliy tadbirlarda faol ishtirok etishlaringizni so'rab qolamiz.